Qadrli yurtdoshlar, mana bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Fayzobod qishlog'iga kelganmiz. Bu yerga Turkiyaning o'sha mashhur isitish qozonlari sohasida 30 yillik tajribaga ega Ekol zavodi bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida ishlab chiqarilayotgan Ekol 25 talik ko'cholimizni dastlabki qilib yetkazib bergan edik. Mana hozir ustakalarimiz ishlarini tugatishgan ekan. Yoqib tushuntirish ishlarini olib borish uchun keldik azizlar. Isitish maydonimiz to'liq 200 kvadrat metr tashkil qiladi. Topli pol bilan radiator sistemani qo'shib hisoblaganda ko'cholxonamiz juda ham chiroyli holatda qilib qo'yilgan. Ko'cholimiz soz holatda ishlab turibdi mana azizlar. Mashalloh. Ichidagi yonayotgan o'tiniga qarang. Qirg'izistonda belolma ko'miridan foydalanishyapti xonadonimiz egalari. Ko'cholimizni komplektatsiyalari bilan bir qator tushuntirib o'taman. Aqlli displeyimiz, turbo ventilyator, stabilizator hamda gruppa bezopasligimiz mavjud azizlar. Xonadonimizga montajni qilgan ustalarimiz через gidrokollektor olib ketishgan. Issiq suv taqsimoti bir xilda bo'lishligi uchun. Azizlar, e'tibor berasizlar. Ko'cholimizda hech qaysi eshigidan hamda bunker tomonimizdan hech qanaqangi tutun bo'lgani yo'q. Eshiklarimiz hammasi germetichniy bo'lgan. Mana ichkarida qanchalik горение bor, mana qaranglar azizlar. Bu yoqda hozir bir yo'q deganda 600-700 gradus issiqlik bor. Lekin mana xuddi shu ko'cholda mana shu tomonida mana o't yoyapti. Bemalol qo'llaringizni qo'yib turaverasizlar. Bu nimadan dalolat? Ko'cholimizni uchupit tomonlama zo'rligidan. Issiqlikni o'zidan chiqazama bormaydi. Sovuqlikni o'ziga ham qabul qilmaydi azizlar. Mana hozir bunker tomonda eshigini ochib ko'rsataman. Undan oldin ventilyatorimizni o'chirib olishimiz kerak bo'ladi xavfsizlik uchun. Ichkarida tutun mana azizlar. Bunkerning ichki tomonidagi tutun. Bunaqangi tutun eshikni to'liq yopganimizdan keyin yo'qib qoladi mana azizlar. Azizlar, kimga shunaqangi ekonomik, komfortli, ishlash uchun juda ham qulay bo'lgan ko'chollar kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Tepoijal YouTube kanaliga, Instagram sahifamizga obuna bo'linglar hamda quyidagi nomerlarga telefon qilsalaring bemalol batafsil bepul konsultatsiyaga ega bo'lishlaring mumkin. Azizlar, yana bitta tomoni. Ichkarida mana o't yonyapti. Realni bo'layotgan narsa. Videoni to'xtatib qo'yib, nima qilish yo'q. Mana ko'chol ishlab turgan holatda demoqi tushundik, hech qanaqangi tutun yo'q. Ekologiya ham kelishlarni bezovta qilmaydi azizlar. Ko'cholimizni 70 gradusga qo'yib qo'yganmiz. 65 gradusga chiqdi mana hozir. Sistemamiz zakritli sistema bo'lgan. Zapravlash nasoslariga 2 tonnali yonkisdan qo'yib qo'yishgan azizlar.